Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 26-iyun. Haftaning payshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz holatlari. Hozir mana shu 10 mingtalik mashinamizga tayyor bo'lyapti. Bu ishlarimiz standart holatda 6-12-25. Ranglarni ko'rib turganlaringdek ko'proq sariq, xudo xolasa chiroyli atlasni ranglari. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ko'rib turganlaringdek bu yerda ikkita xonadonimiz bor. Bir kunda 60 ming, 70 mingtaga g'ish chiqadi. G'ishlarimizni narxlarini o'ta bomba narxda qo'yganmiz. Birinchi qo'lni, birinchi o'zimizda texnika o'zimizda o'tlar. Birinchi qo'l istab yurganlar uchun birinchi qo'l xudo xolasa eng arzon narxlarda yetkazib beryapmiz. Ko'pchilik shu sifatini kommentariyalarga yozib qo'yadi. Haligi sifati bo'ldi. Kelar mana kutib chiqayotgan. Bu tepasiga kelib ko'rmaguncha u negativchilik qilib yozishni keragi yo'q. Bir bo'g'ishni olganlar, xudo xolasa qo'shnilar yo qarindoshlari xudo xolasa doktorishyapti, tavsiya berib. Xullas olganlar darmonda, olmaganlar Farg'ona yurtda halyap. Ayniqsa erta bahor zakazimiz o'ta ko'p bo'lib, ba'zi birda olib bora olmay qolganmiz. Hozir esa mana ko'rib turganlaringiz qishga fondlarni ko'p qilyapmiz, xudo xolasa bel muammo bo'lmaydi. Ko'rib turganlaringiz o teraklarni oxiriga fond, bu taraf ham bu tomonda ham ikki qatorli fond, ikki tomonda. Xudo xolasa bahorda ham, qishda ham muammo bo'lmaydi yetkazib berish. O'sha bahorda yetkazdirolmay qolganimizda ko'pchilik bir ikkitasi kommentariyaga yozdi. O'zim bildim bu odamlarni. Endi mayli, hammaga insof bersin. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa yetkazdirib berishga harakat qildik. O'sha paytda bitta xumdonimiz o'chib qolib, bittasida ishlaganimizning sababi g'ish kam qolgan, kamiga gazlar ochir nima bo'lib, gazlar yo'q bo'lib, ochilsa ham o'ta ochirt bo'lib ketgan. Hozir mana bu yetkazib berish muammo bo'lgani yo'q. Kimga shunday qilishlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa eng arzon narxlarda yetkazib beryapmiz. Ishlarimizni narxlarini hozir mana ko'rib turganlar narxlarini hozir 8 so'm narx qo'yganmiz. Zavodning o'zida vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beryapmiz. Zavod egalarini axtarib turganlar uchun ayni muddao birinchi qo'l eslatib o'tamiz. Biz bloger emasmiz, biz zavod egalarimiz. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring bemalol o'zim bo'laman, o'zim javob beraman, xudo xolasa. Zavodga kelsalaring ham o'zim xudo xolasa yetkazib beruvchilar shopirlarimiz bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.